Yaqında Gollandiya Davlatlik televiziyasi NOS, yani Gollandiya Radio Fondining xabar kanalida Gollandiyaning Beijingdagi muxbiri Shordan Das tarafidan ishlangan Uyg'urlar haqidagi 8 minutlik qisqa hujjatli film berildi. Xitoy hukumatining taklifi bilan Uyg'ur diyorida ziyoratda bo'lgan Gollandiya muxbiri ishlagan bu qisqa film Gollandiya taratqularida va ijtimoiy taratqularda ham bahrilanib zo'r ta'sir qo'zg'adi. Muxbir Shordan Das tarafidan ishlangan 8 minutlik qisqa filmda muxbirning Uyg'ur rayonida film ishlash jarayonida yo'liqqan to'sqinliklar va o'z ko'zi bilan ko'rgan haqiqiy ahvollar aks ettirilgan. 包括现场的，你们不要去购吗？啊，对对对，不要去，不要拍照，不要拍照，走回去吧，回去吧，回去吧，好吧。U ziyorat jarayonidagi saqchilarning nazorati, to'sqinligi, singa ilib olgan, yangidan qurilayotgan lagerlar haqidagi ko'rinishlar, poyezd stansiyasida saqchilarning nazoratida o'qish nomida Iroq safarga ilib mengilgan Uyg'urlar. Oeigoeren moesten een identiteitskaart inleveren en wachten daar op een bus naar misschien zo'n heropvoedingskamp. Maar helemaal zeker weten we dat niet, omdat de politie ons toen weg heeft gestuurd. Uyg'urlarning muxbirning ziyorat qilishini qo'rqinch ichida rad qilganligi. 今天的生意怎么样？或者不想说嘛。 Zelfs voor diegenen die buiten mogen rondlopen, is de echte vrijheid ver te zoeken. Ammo rayondagi Xitoy sayohatchilarining bo'lsa, hamma yerni saqchilar qoplagan Uyg'ur diyori vaziyatidan cheksiz mamnunligi. Voor hen lijkt Xinjiang na een periode van onrust en aanslagen toch vooral ook een exotische vakantiebestemming te zijn geworden. 新疆应该是中国现在最安全的地方了。因为哪里都有紧张或者。对，是的。 Xitoy fuqarolarining o'zini bexatar his qilganligini aynan suratga olgan. Xitoy sayohatchilarining hukumatning rayonda yurgizgan qattiq nazorat sistemasini qo'llab etgan so'zlarini filmga kirgizgan. Ma'lum bo'lishicha, mazkur filmni ishlaguvchi Gollandiya muxbiri Shordan Dasning Uyg'ur rayon ziyorati Xitoy Tashqi ishlar ministri Wang Yining bu yil 8-oyning 25-kundan 9-oyning 1-kuniga qadar Yevropa ziyoratidan keyin elib berilgan. Xitoy bosh ministri Wang Yining 8-oyning oxiri Yevropadagi 5 davlat ziyorati mazgilida uning Yevropa muxbirlarini Uyg'ur rayonida ziyorat qilib, xabar ishlasa bo'lganligi haqida qilgan so'zlari ayni chog'dagi Yevropa taratqularida xabar qilingan edi. Hoe die uitbreiding er van boven uitziet. Dit is 450 kilometer verderop aan de rand van het stadje Kucha. Volgens ASPI, een denktank, zijn er nu 380 strafkampen en detentiecentra in Xinjiang.